biz ruhiy poklanish qilishimiz kerak. Ruhiy poklanish qilishimiz kerak degan savollar ham paydo bo'lishi mumkin. Albatta, aslida insonni eng pok qismi, sof holatda, asl holatdagi qismi buni ruhiy hisoblanadi. Sizlar ruhiy poklanish deganda qalb tozalanishini hisobga olaveringlar. Qalb tozalanishini. Ruhiy poklanish deganda qalb tozaligi va qalb poklanishini nazarda tutayotganligimni his qilaveringlar. Yillar davomida biz negativ fikrlarga o'rganganmiz-ku. Bizda bir hayotiy bir masala paydo bo'lsa oldimizda yoki biror bir reja, maqsad qo'ymoqchi bo'lsak, o'sha rejamizga bitta pozitiv fikr kelmay turib 10 ta negativ fikr keladi va bizni qo'rquvlar egallay boshlaydi. Shunchaki pastki ong chakralarida shunaqa programmalar, pastki ong o'lchamlarida shunaqa dasturlar va qo'rquv programmalari bizni boshqaradi, negativ dasturlar boshqaradi. Biz ong o'lchamimizni yuqoriga ko'targanimiz sari biz bu o'lchamlarni tark etamiz. Endi bu gapimdan keyin voy, endi men pastki o'lchamlardan tark etishim kerak ekan deb kurashonga kirib ketib qolmang. Hozir qaysi o'lchamdaman, ustoz bir skaner qilib bering, qaysi o'lchamdaligini bilib bering degan savollarni ham qilmanglar. Aynan shunaqa deganimdan keyin savol beradigan qismlarimiz topiladi, baribir javob bermayman. Bilasizmi, o'zi ong darajangiz ko'tarilganligini his qilasiz. His qilmayapsizmi? Savol tug'ilyaptimi? Demak, ongingiz ko'tarilmayapti. Men qaysi ong o'lchamidaman, mana yaxshi xislatlarim bor degan savolni o'zi ongingiz hali ham ancha past o'lchamda ekanligini anglatadi. Chunki ong yuqorilagan sari insonning intuitsiyasi ochilib boradi-da, intuitsiya rivojlanib boradi. O'zi his qiladi, uni birovdan so'ramaydi. Qay darajada rivojlanganligini, qay darajaga rivoji qaysi bosqichga borib qolganligini kimdandir so'rab o'tirmaydi. U aniq biladi, aniq rivojlanganini biladi. Ya'ni ong yuqorilagan sari biz u o'lchamlarni tark etamiz. Ya'ni negativi bor, qo'rquvlari bor o'lchamlarni tark etishni boshlaymiz. Lekin bizni hayotimizda har bir o'lcham juda ham muhim ahamiyatga ega. Har bir o'lcham. O'sha qo'rquv bor o'lcham ham bizni ular ham bizga xizmat qilgan. Aslida u o'lcham bizga borib qolmagan. Biz o'sha o'lchamga tushganmiz, ong darajamiz bo'yicha. O'zi hamma yurak chakrasida tug'iladi-da, 4-o'lchamda tug'iladi-da dunyoga kelayotganda. Undan ham yuqoriroqda tug'ilishi mumkin. Lekin kamida 4-o'lchamga tug'iladi va u sun'iy tarbiya natijasida pastki o'lchamlarga vibratsiya tushirib yuboriladi. Masalan, chegaralar qo'yiladi-yu insonga nisbatan. Ulg'ayishda u mumkin emas, bu mumkin, bunaqa biz tarbiya deb nomlaydigan chegaralarimiz asli tarbiya emas, bir qolipga moslashtirish, ya'ni matrisaga moslashtirish. Mana shu matrisaga moslashtirish uchun inson ustidan juda katta ish olib boriladi. Siz o'ylaysiz, bunga ota-onamiz aybdor deb o'ylaysiz. Chunki ota-ona shunaqa tarbiya bergan. Yo'q, ularga ham shunaqangi dastur singdirilgan. Bunaqa dasturlar qadim zamonlarda afsonalar, ertaklar, rivoyatlar, tushlar kabi vositalar yordamida insonlar dasturlashtirilgan. Albatta matrisadan bizni xohlaymizmi, yo'qmi, bizni boshqarib turadigan yuqori o'lchamlar mavjud. Va ularga biz qulay boshqarilishimiz uchun ma'lum bir dasturlarga bo'ysunishimiz kerak. Ya'ni hozir soddaroq tushuntiray, boshingizni aylantirib yubormayman. Informatsiya yuqori chastotali informatsiyalar sizni og'irlashtirishi mumkin. Shuncha yengilroq tushuntirishga harakat qilaman.
Aa, manada farzandingizni har bir buyrug'ingizga xo'p bo'ladi yoki siz aytgan har bir narsaga xo'p bo'ladi onajon yoki dadajon, siz aytganingizdek qilaman deb aytganingizni qilib, siz orzu qilgandaqangi farzand bo'lishi sizga qulaymi yoki siz bu yerda fikr bildirganingizda yo'q unaqa emas bunaqa bo'ladi aslida, yo'q men buni xohlamayapman mana buni qilaman degani qulaymi? O'zlaringga mana savol beryapmanda, mana shunaqa savol beryapman. Biz yillar davomida farzandimiz bizga qulay bo'lishi uchun harakat qilamiz, unga tarbiya beryapman deymiz, tartibga kirityapman deymiz. Bilib oling, qancha tartibli, qancha intizomli, qancha odobli bo'lgan sari u qulay farzandga aylanib boradi. Va biz ham o'z davrida judayam tartibli, intizomli, odobli va tarbiyali farzandlar bo'lganmiz. Bu degani biz ham judayam yaxshi tartibga tushganmiz. Ya'ni o'zi 4-o'lchamda edik, pastki o'lchamlarga tushib borganmiz. Hammaga qulay bo'lishi uchun. Va singdirilgan dasturlarni olganmiz. Qo'rquv dasturlari, odamlar yomon. Buni bizda hozir avvallari rivoyatlar, bir-biriga og'izdan og'izga og'zaki hikoyalar tarzida odamlarga singdirilgan bo'lsa, hozir yana ham osonlashgan. Bundan 10-15 yil oldin televizorda kinolar, seriallar yordamida singdirilgan bo'lsa, ommabop ko'rsatuvlar yordamida singdirilgan bo'lsa, hozir juda ham osonlashgan. Hozir internetda mana bemalol xohlagan tartib qoidani singdirish mumkin. Qizlar jo'la eshityapsizlarmi? Nima uchun biz 4-ong o'lchamida tug'ilib pastki ong o'lchamiga tushib ketishimizni sababini tushuntiryapman. Ya'ni o'zi yuqori vibratsiyada dunyoga kelamiz u yillar o'tishi bilan birimiz pasayib ketadi. Nima uchun? Shuni sababini tushuntiryapman. Qulay inson bo'lishimiz uchun. O'zi o'sha pasport olganimizdayoq biz bo'ldi, odam bo'lding endi, katta odamsan degan pasport olganimizdayoq haqiqiy qul bo'lding endi, o'lib ham qutulolmaysan, hamma ro'yxatdan chiqasan degan tamg'ani olgan bo'lamiz aslida. Hammada uzilgan yo'qmi? Agar hammada uzilmayotgan bo'lsa, dars zapisi sifatli yoziladi. Agar hammada uzilayotgan bo'lsa, zapisda ham sifatsiz bo'lib qolishi mumkin-da. Shuning uchun hammada uzilayotgan bo'lsa, hammada uzilyapti deyiladi. Agar boshqalarda tiniq bo'lsa, zapis yaxshi bo'ladi. Uzilib qolayotganlar zapisdan eshitasizlar. Demak, rahmat jonlarim, rahmat. Eshityapsizlar ekan, xavfsizdan ham eshityapsizlar ekan. Demak, biz yuqori ong o'lchamidan pastki o'lchamlarga tushdik. Ya'ni u o'lcham bizga borib qolmadi. Biz shu o'lchamga keldik. Endi bu o'lcham ham biz uchun xizmat qilyapti aslida. Aslida qo'rquvlarimiz ham nimalardandir himoya qiladi bizni. Faqat oldinga ketishimiz to'xtatadi xolos. Bilasizlar, bitta biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, 100 ta unaqangiz qo'lingizda yangi psixologiyani boshlagan paytim bitta yigit telefon qilgan. Qo'limda $5000 pul bor. Shu $5000 pulni nimaga sarflashni bilmayapman, qanday biznes boshlashni bilmayapman, yordam bering menga deb telefon qilganda, har xil variantlarni aytib ko'rganimda, har bittasiga qo'rquvlarni chiqarib berganda, har bittasiga uni qilsam buna bo'ladi, bankrot bo'laman, uni qilsam buna bo'ladi, bankrot bo'laman. Ya'ni 5000 pul qo'lida bor, uni ishlatishga ong tayyor emas. Ong tayyor emas, qo'rquvlar ko'tarilib ketgan. Tushunyapsizmi? Endi erkak kishi o'zi bir marta ishlaganman. Keyin aytganman, mana shuncha narx konsultatsiya olsangiz ishlashim mumkin siz bilan deganman. Erkak kishi
nima deydi, narxini yuqori deb o'ylagan. Aslida erkak kishida aql kuchli bo'ladi. U yuqori narx to'lab o'qigandagina qabul qiladida qarshisidagi insonni fikrlarini. Bo'lmasam erkaklar qabul qilmaydi. Ayollar ayollar mana bu 99 ming pulni ham o'zi zo'rg'a topadida. Ko'zga surtkudek bo'lib topadi. Juda ko'pchilik ayollar uyda o'tiradi, ko'pchilik ayollar. Ko'pchilik ayollar xususiy ishlarda ishlaydida, plastiki bo'lmaydi. Paynetdan bir narsalar qilib zo'rg'a to'lab qoladida. Uni 90 ayollar uchun 99 ming pul ham ko'zga surtgulikda. Ular aytganini qiladi, ayollar qilaveradi. Chunki shu pulni ham osonlikcha topib to'lamagan bo'ladi. Mana necha yildan beri kurslarimizni narxini juda ko'tarmaganimiz sababi ham o'sha hamma ayollar o'qisin debda. Erkaklar unaqa emas. Erkaklar bitta joyxonaga chiqqanda o'zi 150 ming 200 ming pulni ishlatib keladi. Erkaklar bemalol qorniga yeb ichib tashlaydi. Demak, erkak odam uchun 100 ming 200 ming pul hech narsa emas. Uni tushunish uchun, u vazifa bajarish uchun kamida $500 to'lash kerak-da psixologga. Ana undan keyin shuncha to'lab qo'ydim aytganini qilay endi deydi. Bo'lmasam, bo'pti-da, endi shu pulimdan kechib qo'ya qolaman ekanda, nima bo'lar bo'lmas gaplar gapiryapti degan xulosaga keladi. Demoqchimanki, hozir joyida gapirib o'tyapman bularni. Biz o'sha o'lchamlardamizda. Demak, o'sha masalan katta pullardan qo'rquvimizni ham qo'rquvlarimiz himoya qiladi. Aslida qo'limizda katta pul bo'lsa ham uni ishlata olmaymiz qo'rquvlarimiz tufayli. Asli qo'rquvlar bizni himoya qilayotgan bo'ladi. Chunki oqibatidan qo'rqamiz, shuncha pulni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. Yoki ko'pchilik baxtli bo'lishdan ham qo'rqadi. Turmush o'rtog'i yaxshi munosabatda bo'lib qolsa, ideal munosabatga o'tib qolsa, farzandlarni ham hamma joyi o'qishlari joy-joyida, o'zini ham ishlari yurishib qolsa, ish qilib ko'z tiyib qolmaymikan deb vahima bosishni boshlaydi. Shunaqa holatlar, shunaqa hislar o'tmagan insonda o'zi bo'lmasa kerak. Qizlar plus qo'yib yuboringlar, ko'z tiyib qolmasa bo'ldi baxtimga deb qo'rqqan paytlaring bo'lganmi? Ana ko'ryapsizlarmi, nima bu? Hattoki baxtli bo'lishga ham inson o'ziga ruxsat bera olmadi degani. O'ziga ruxsat bera olmayapti degani. Hozir ham bor degani, ko'ryapsizlarmi? Sizlarga bitta narsa aytib o'tay. Mana shu muhim ayol loyihasida qatnashayotgan qizlarjonlar, biz 2020-yildan boshlab qovg'a erasiga o'tganmizda. Bu eradan oldingi paytlarda ko'z tegsa tegardi, haqiqatdan ko'z tegish bir narsalar bo'lardi. Biz hozir butunlay yangi eraga o'tganmiz. Yangi erada ko'z tegish degan narsam o'zi yo'q. Yangi era juda ham yuqori vibratsiyalarni, ruhiy rivojlarni olib keladi insoniyat uchun. Bo'ldi, u nuqangi davrlardan o'tganmiz. Ko'z tegib qoladigan. Endi aksincha, yutuqlaringizni maqtanganingizda, yutuqlaringizni gapirganingizda boshqalar sizni haqingizda yaxshi o'ylarni o'ylay boshlaydi. Voy, bu anaqa shuncha yutuqlarga erishib ketyapti, nima qilyapti ekan, qayerdan topyapti ekan degan o'ylari sizga energiya beradi. Ya'ni energiyangizga energiya qo'shilib rivojlanaverasiz. Endi ustoz bola nozik bo'ladi, ularga ko'z tegishi bor gapmi? Avval bo'lgan deyapmanki, avval bor gap bu ham. Endi umuman hozir bir narsani aytayman. Ko'z tegishiga javob beruvchi mavjudotlar bor. Bu faqat ishonganlarga. Sizni ishonchingiz ruxsatingiz hisoblanadi. Siz agar ko'z tegishi bor deb ishonyapsizmi, demak siz sizga ko'z tegishiga, sizni bolangizga ko'z tegishiga ruxsat beryapsiz degani. Demak, unaqa mavjudotlar sizlardan energiya oladi. Siz asoschi himoya. Bu ishonmaslik ham himoyadir. Men unaqa ko'z tegadigan narsalarga ishonmayman. Bo'ldi, ishonmadingizmi? Ruxsat bermayapsiz ular sizga yaqinlashishiga.
ishonchda eng muhimi ishonch. Hozir mana shu kursda ham ishonch bilan vazifa bajaradiganlar natija oladi. Ishonch degani natijalarga ruxsat deganida. Ha, ishonarsiz bo'lib endi oldi qochdi gaplar ekanda, bo'pti-da, shunga endi bir oy vaqtimni ketkazaman ekanda degan xayol o'taydiganlar borki natija ololmaydi. Chunki ruxsat bermayapti natijalar hayotiga kirib kelishiga. Buni ishonchda siz ijobiy narsalarga ham ishonishingiz mumkin, salbiy narsalarga ham ishonishingiz mumkin. Nimaga ishonsangiz shunga ruxsatingiz bor. Ayollar bo'ladi-ku, issiq sovuqlarga ishonadi. Haqiqatan ham ularni kimlardir issiq sovuq qilib tashlaydi, yo'llarni bog'lab tashlaydi, omad yo'llarini yopib tashlaydi. Doim ilgirga o'xshagan shunaqangi lavozimdagi insonlarga borsa, ular o'shanaqangi issiq sovuq qilingan anaqalarni og'izlaridan, qo'llaridan, uylaridan tozalab olib tashlaverishadi. Ya'ni bu nima degani? Bu meni issiq sovuq qilishlariga ruxsatim bor degani. Mana masalan, bizda Qo'qonda bunaqa odat borda. Homilador bo'ldingiz degani bunaqangi is qilinadi. Is degani qanaqadir momo kampir chaqiriladi-da, ular shamlarga anaqa paxtalarni o'rab, yog'ochlarga, taxtachalarga paxtalarni o'rab, yoqib bir marosim o'tkazishadi. Bo'ldi. U bolangiz katta bo'lguncha ular qaysarlik qilsa ham ular chaqirib marosim o'tkazish kerak, qaysar momolarga is qilish kerak deyiladi. To'xtovsiz is qilishadi-da. Men psixologiya birinchi farzandimda endi masalan yangi kelin bo'lganman, juda ko'p narsaga e'tibor bermaganman, lekin ikkinchi farzandim qizimni dunyoga keltirayotganimda meni o'shanaqa qilgani vaqtim ham bo'lmagan, menda ishonch ham bo'lmaganda. Onam, o'zimda onamda ishonch borda, agar ular o'shanaqangi ischiroq qilishmasa, haqiqatda ham kasal bo'lib qolishadi. Ular yotib qolsa, shunaqangi momolarni aytib duo o'qitib yuborishsa, haqiqatdan yaxshi bo'lib ketishadi. Ya'ni ruxsati borda ularni. Menga ham o'zimni onam aytishganda shunaqa qilinadi. Oxirida ham tug'ishing oson bo'lishi uchun chuchvaralarni ochib anaqangi qilish kerak, bir narsalar qilish kerak deyishganda, men aytganmanda, xo'p, shu O'zbekistonda xuddi shu odat bor ekan, ona. Butun dunyoda ayollar tug'yotibdi-ku, izchiroqsiz ham. Nega endi o'zbek ayollari faqat izchiroq bilan tug'ishi kerak degan savol berardim-da. Sal kengroq savol berardim-da, lekin qilmasdim. Xo'p deb qo'yardim, lekin hech narsani qilmasdim. Onam aytishadi, sen qilmasligingni bilib deydi, sen uning uyida doim unaqa momolar chaqirib, bir narsalar qilib, o'zim izchiroq o'tirardim deydi. 3-farzandim deyapti. Buningda qilishga ulgurmay ham qoldim, tug'ib bo'lding deb. Unaqangi. Mendan ham oldin uspet qilding tug'ishga. Men hali izchiroq qilgizmasimdan oldin, chuchvara ochgizmasimdan oldin dunyoga keltirib yubording deb kulishganda, tan berdim shu safar senga deb. Yo'q, masalan, bu narsaga, mana shunaqa narsalarga ham ishonchingiz bo'lsa, haqiqatan ham ishonsangiz ishlaydi. Ishonmadingizmi? Yo'q, ishlamaydi. Shuning uchun ishonchda ikkinchi egizagi ruxsat. Tushundinglar-a? Savolingizga to'liq javob oldingizmi? Ishonch bu ruxsat degani. Ko'z tegishiga ishondingizmi? Hozir ham hammaga ko'z tegaveradi. Shunaqa narsalarga ishondingizmi? Hamma narsa bo'laveradi. Bola nozik bo'ladi, ularga ko'z tegishi bor deb savol berdingizda, men bugun tug'dimda ertaga glavniga rasmga qo'yib olsam, bitta shogirdim aytyapti, ustoz, bu farzandim 2 yoshga kiradi, hali glavniga qo'ygani qo'rqaman, ko'z tegib qoladi deb. Siz tug'ib glavniga qo'yib oldingizmi rasmini? deb hazillashib kulganda, haqiqatan qo'yib olganman, lekin hech narsa qilmagan. Ishonadiganlar, demak ruxsatingiz bor shunaqa narsalarga. Buni voy ishonmay qo'ymayman deya olmayman. Siz ishonasizmi? Demak sizda ishlaydi bu narsalar. O'zi erkak bilan ayolni yaralishda erkakdan bitta yuqoriroq o'lchamda yaratilgan ayol, shuning uchun ayolda ruhiyat bilan bog'liq ulg'ayishga, ruhiy rivojlanishga xohish ko'p kuchliroq bo'ladi erkaklarga nisbatan. Chunki u bitta
yuqori o'lchamda, ya'ni ruhiy rivojning yuqori o'lchamida yaratilingan. Ayolning yaratilishi o'zi 6-o'lchamda, ayol kishi 6-o'lchamda yaratilingan. 6-o'lchamda 6-o'lcham donolik o'lchamida, intuitsiya, donolik, hissiyot o'lchamida ruhiy rivojlanish ayollarda tez bo'ladi. Endi ruhiy rivoj bo'lmagan joydagi ayollar folbinga yuguradi, shunaqangi narsalarga ishonadi, ko'z tegishiga ishonadi, shunaqa narsalarga ishonadi. Ilojisi yo'q. Chunki ayol kishi shunaqada hissiyotiga, emotsiyasiga berilganroq bo'ladi. Erkaklar unchalik emas. Erkaklarda ham bo'lib turadi, lekin ayollarda ko'p bo'ladi. Mana masalan psixologiyani ham sohalariga kiringlarda, hamma erkak kirma, o'qima, qo'yma deydi, lekin hamma ayol psixologiyada. Butun O'zbekiston jamiyati psixologlarga qarshi bosh ko'tardi o'tgan yili. Televizorda qo'ysangiz ham, dazmolda suqsangiz ham psixologlarni yomonlab chiqdi. Ezoteriklar u nima, ommaviy psixologlar bu deb. Lekin bilasizmi, o'shandan keyin yana ham psixologiyaga qiziquvchilar ko'payib ketdi. Chunki ayollarda hamisha ruhiy rivojga intilish birinchi o'rinda turadi. Psixologiya ayollarni ruhiy rivojlantiradi. Eng qizig'i, erkaklar nima uchun psixologiyada ayollar yurishdan qo'rqadi? Ayol uyg'onishni boshlaganda qoliplardan chiqishni boshlaydi. O'zligini tanishni boshlaganda avvalgidek qulay, mana qulay farzand degan iborani tushuntirdimki, qulay xotin qolipidan chiqishni boshlaydi-da, noqulay bo'lib qoladi. Nima desa xo'p deydigan xotinini yo'qotib qo'yadi erkak kishi. Bu yoqmaydi. Munosabatlarda yana bu mavzuga to'xtalishga harakat qilaman. Ya'ni pastki o'lchamlar haqida gapirayotganimda, siz o'sha pastki o'lchamlarga tushgansiz degan nazarni tushuntirdim. Shuning uchun o'lchamingiz pastmi, yuqorimi, uni bo'lib o'tirmang. Minnatdor bo'ling. Har biridan, qo'rquvingizdan ham minnatdor bo'ling. Nafratingizdan ham minnatdor bo'ling. G'azabingizdan ham, sizga yomonlik qilgan insonlardan ham minnatdor bo'ling. Aslida har bir vaziyatda sevgi ekanligini biling. Shunchaki sizga jahl qilayotgan yoki siz yaxshi gapirganingizda sizga qo'pol munosabatda bo'layotgan insonlar ning sevgi tili shu. Ular aslida ichidagi sevgini qo'pollik bilan tashqariga chiqarishadi. Nafrat, g'azab bilan tashqariga chiqishadi. Boshqacha yo'lini tushunishmaydi unaqa insonlar. Tojikistonda ham bo'lsa edi, psixologlar zo'r bo'lar edi. Bo'lishi kerak. Tojikistonda ham bordir, endi bilmadim Tojikistonda. Lekin ko'p Tojikistondan naqalar shogirdlarimiz bor. Tojikistondan juda ko'pchilik kuzatishadi. Biz Tojikistondan bor yo'qligini bilmasligimiz sababi biz o'zbeklar til o'rganmaymiz. Biz nimamizda tojik tilini unchalik o'rganmaymiz. O'zi rus tilini ham, mana masalan ko'chaga chiqsam eng katta nuqsonim shu rus tili. Masalan, har joyda shu rus tilini o'rganishim kerakligi taqillatiladi-da. Hozir yogaga boryapman, yoga trenerim ham o'zbekchani o'zini ham bilmaydigan rus ayol. Endi yogaga ham deyarli o'zbeklar kam qatnashar ekan, bitta ikkita, qolgan hammasi rus. Ular menga ruscha gapiraveradi, men ham ularga o'zbekcha gapirib o'tiraveraman. Shunaqa qilib, endi va til muammosida. Shuning uchun biz Tojikistonda bor yo'qligini bilmaymiz. Lekin sizlarning yutuqlaring, sizlar o'zbek tilini zo'r bilasizlar. Tojikistonda yashasanglar ham. Tojikistonliklar zo'r gapiradi, tiniq, chiroyli gapirishadi o'zbek tilini. Bu yutuqlaring, o'zbek tilida chiroyli gapira olishlaring, tushunishlaring o'zbek tilini. Endi pastki o'lchamlar haqida, yuqori o'lchamlar haqida eshitganingizda,
Siz o'z o'lchamingizdan nafratlanmang yoki xafa bo'lmang. Hamma siz o'zi bir o'lchamdan boshqa o'lchamga teleportatsiya bo'layotganingizda, ya'ni bir o'lchamdan boshqa o'lchamga o'tayotganingizda faqat minnatdorlikda, tashakkurlikda bo'lsangizgina o'ta olasiz. Avval tushuntirardim-ku, avvalda darslarimda qatnashganlar biladi-da. Siz bitta uyga kirib olgansizda, uyda o'tirgan mezbonga kaltakni ko'tarib olib, "Yo'qol, o'sha mezbonga qarab, bu uydan chiqib ket, men seni yomon ko'raman" deb kaltakni yopib, kaltakni ko'tarib olib, uni quvib yuribsiz. Holbuki u mezbon, siz mehmonsiz. Chiqib ketish kerak bo'lgan inson sizsiz. O'lchamlarni shuni tasavvur qiling. Oying o'lchamlarini shunaqa tasavvur qilingda, xuddiki masalan siz hozir g'azab o'lchamidasiz. Demak, o'sha g'azab o'lchamidagi xonaga kirgansizda, g'azablangan ayolni ko'rib turib, uni kaltakni olib qo'yapsiz. "Bor, men sendan nafratlanaman, g'azablanaman, bor chiqib ket, bu yerdan ket" deb qo'yapsiz. U hech qayoqqa ketolmaydi, uy uniki. Siz kirdingiz eshikdan, siz chiqib ketishingiz kerak. Qachon chiqib ketasiz? Mana shu mana shu g'azabingizdan, mana shu mezbondan rozi bo'lganingizda, mana shu mezbonni hurmat qila olganingizda eshik ochiladi. Mezbon o'zi ochib beradi eshikni-da. Uni yaxshi ko'rsangiz, uni hurmat qilsangiz ochib beradi. Uni kaltaga qo'ysangiz, u ham qochib yuraveradi. Nima deydi? Yana uni ko'raverasiz. Oylab, yillab o'sha g'azab o'lchamida qolib ketishingiz mumkin, boshqa xonalarga mehmon bo'lib kirmasdan. Xuddiki uylarni xonasiga o'xshatsangiz, har bitta uy o'lchamini siz u o'lchamlarga kirib chiqib yuradigan inson va har bir kirgan xonangizda siz o'sha mezbonni rozi qilishingiz kerak, rahmat aytishingiz kerak, minnatdor bo'lishingiz kerak, yaxshi qoling deyishingiz kerak. Keyin u sizga eshikni ochib beradi. Yaxshi boring. Mayli. Agar g'azab o'lchami sizga yoqmasa, kelmasligingiz mumkin deb eshikni ochib beradi, chiqib ketasiz. Tushundingizmi? Oy o'lchamlari haqida gapiryapman-da sizga. Nima uchun bular haqida gapirayotganim sababi, siz yuqori o'lchamga ko'tarilish uchun, ongiz yuqori o'lchamga ko'tarilishi uchun ham siz hozirgi o'zingizning holatingizdan rozi bo'lishingiz kerak, minnatdor bo'lishingiz kerak. Endi demak, o'lchamdan o'lchamga ko'tarilish uchun inson norizo bo'lmasdan, kurashmasdan, rozi bo'lib, qabul qilib, sevib, hurmat qilib, o'zining holatini butunlay boricha qabul qilib o'tish kerakligini tushundinglar. Birinchi qadam shu. Yana hozir bir ikkita misol aytaman shunga, keyin ruhiy poklanishda davom etamiz. Birinchi qadam. Qarang. Siz semizlik o'lchamidasizda, ozmoqchisiz yoki ozg'inlik o'lchamidasiz, semirmoqchisiz. Bo'ldi, bu kurash. O'zi ozmoqchi bo'lganingiz yoki semirmoqchi bo'lganingiz kurash. Endi masalan kursda maqsad qilib semiramiz, ozamiz dedim, lekin biz buni sevgida qilmaganimizgacha bo'lmaydi. Shuning uchun tushuntiryapman. Mana shu semiz o'zingizni yaxshi ko'ra olmas ekansiz, qabul qila olmas ekansiz, semiz o'zingizga chiroyli ko'ylaklar olib berib, semiz o'zingizni yaxshi ko'rib, semiz o'zingizga yaxshi narsalarni sovg'a qila olmas ekansiz, semiz o'zingizga minnatdor bo'la olmas ekansiz, ozmaysiz. Yoki semirmoqchi bo'lganlar. O'zingizni qabul qila olmas ekansiz, semirmaysiz. Tushunyapsizmi? Oddiygina bu semizlik o'lchamini tark etish uchun ham bu o'lchamda sizsizda. Demak, shu o'lchamdagi semiz o'zingizni boricha qabul qilishingiz kerak. Yana bir misol. Yoki turmush o'rtog'i xiyonat qiladigan
xiyonat o'lchamidasiz. Nega shunaqangi xiyonat mavzusini har nimaga misol ko'taryapman? Guruhimizda judayam ko'p qizlar xiyonatga uchragan va shu sababli bu kursda shuning uchun shu misolni ham ko'p takrorlayapman. Hammaga tegib ketmasin. Xiyonat o'lchamidan olishingiz kerak bo'lganligini olib, qabul qilishingiz kerak bo'lgan qabul qilib, minnatdor bo'lmagunizgacha qayta bu o'lchamga qaytib kelib qolaverasiz, chiqib keta olmaysiz. Ya'ni qayta xiyonatga uchraverasiz. Uni ham qabul qilishingiz kerak. Bu o'lchamga sizni ongingiz tushdi. Siz tushirdingiz, qanday qilib bo'lsa ham. Balki o'zingizni hurmat qilmasdan, o'zingizga xiyonat qilib tushirgandirsiz. Balki o'zingizga erkin bo'lishga boshqacha yo'l bilan ruxsat bera olmagandirsiz. Nima qilgan bo'lsangiz ham bu o'lchamga siz tushgansiz. Va bu o'lchamdan ketish uchun ham bu o'lchamni yomon ko'rib, nafratlanib, bu o'lchamdagi hayotni qarg'ab, voydod endi nima qilaman deb emas, ongli ravishda. Demak, tushdimmi bu o'lchamdan? Roziman. Qadriga rozi bo'lsa, roziman. Lekin tanlayman yuqori o'lchamlarni. Minnatdorman. Menga ozgina bo'lsa ham o'zimga qaramay qo'ygan edim. O'zimga qarashni, o'zimni hurmat qilishni, ruhiy rivojlanishimni o'rgatib ketdi bu o'lchamim. Shuning uchun minnatdorman deb tashakkurlikda bo'lsangizgina, shu hisda endi Gulol opa aytib qo'ydi, tashakkur deb yozganingiz bilan o'zingiz u tashakkurlikni his qilmasdan baribir nafrat his qilyapsizmi? O'sha o'lchamdan keta olmaysiz. Siz hozir hayotingizda nima muhim dolzarb bo'lib turgan bo'lsa, qaysi mavzu sizda dolzarb bo'lsa, siz o'sha o'lchamdasiz. Bu o'lcham sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Bu o'lchamni tark etishning yagona yo'li shu o'lchamdan rozilik. Shu o'lchamdagi o'zingizni qabul qilish. Shu o'lchamdagi o'zingizni hurmat qila olish. Tushdingiz shu o'lchamga bu sizni mehnatingiz aslida. Yo'q, mayli aqlan tan olmasligingiz mumkin, men hech narsa qilganim yo'q, men loyiq emasman bunga deb. Baribir buning uchun bu o'lchamga tushish uchun siz yaxshigina ongingiz ustida ishlamagansiz, anglamagansiz ko'p narsani va tushib qolgansiz. Hamma gilamli muammolar bo'ladi. Asosiy muammolarga uchraydigan ayollarda ayollar bo'ladiki, masalan, chuqurroq kasallikka uchrab qolishi mumkin ayol kishi hayotida. Xiyonatga uchrab qolishi mumkin. Mana shunaqada juda katta muammo ayol kishini hayotini o'zgartirib yuboradigan, taqdirini o'zgartirib yuboradigan muammolarga duch kelganda ayol kishining birinchi e'tirozi hayotga, hayot bilan plus Allohga birinchi e'tirozi, men bunga loyiq hech narsa qilmagandim. Men xiyonatga yoki bunday kasallikka uchrash uchun hech narsa qilmagandim. Doim yaxshi ayol bo'lishga, yaxshi inson bo'lishga, hammani hurmat qilishga, e'zozlashga va hamma qonun qoidalarga bo'ysunishga, iymonli, e'tiqodli bo'lishga harakat qilgandim. Men bunga loyiq emas edim degan o'y o'tadi. Shunaqa o'y o'tganlar bo'lsa, plus qo'yib yuboringlar. Birinchi o'y shunaqa bo'ladi. Nahotki men shunga loyiq bo'lsam. To'g'rimi aytganman? Hamma aytadi. Aslida qo'pol aytay, aslida qo'pol bo'lsa ham aytay qizlarjonlar, aynan ana shu men loyiq emas edim deyotgan inson ro'pparasi to'ppa-to'g'ri loppa loyiq bo'lgan bo'ladi. Chunki hammaga yaxshi bo'lishga harakat qilgan inson, iloji boricha o'zidan kechgan inson loppa loyiq emas, loppa loyiq bo'lgansizlar.
aslida yer planetasiga bu maqsadda kelmagan edi. U bunaqa o'zini ham unutib qul sifatida hayot kechirish uchun kelmagan edi. Uni e, qalbini yo'li bo'lmas edi. Qalb bunaqa narsani xohlamaydi. Bir umr e, nima edi, yaxshi inson bo'lishni. Yaxshi inson bo'lish oson emas aslida. Siz yaxshi inson bo'lmoqchi bo'lganingizda bilasizmi nima bo'ladi? Bu bilan yomon inson bo'ling demayapman. Shunchaki bizda masalan o'zimizni ichki hurmatimiz o'zimizga bo'lsagina atrof bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'ladi-da. Atrof bilan munosabatlarimiz yaxshi bo'ladi. Bizni yaxshiligimiz qanaqa yaxshilik? Niqobli yaxshilikda. Biz masalan erimiz tepkilasa yoki behurmat qilsa, kimdir masalan erimiz oilasi behurmat qilsa, o'ylaymizki yaxshiligimiz uchun javob qaytarmadik, indamadik, gap qaytara olmadik deb o'ylaymiz. Lekin ichimizda millionta gapimiz bo'ladi qaytarmoqchi bo'lgan. Birosa biz uni ichimizdagi gapni tashqariga chiqarmagan bo'lamiz. To'g'rimi? Yoki ishxonangizda rahbaringiz sizni haqorat qildi, siz gap qaytarmadingiz, lekin ichingizda bor qaytarmoqchi bo'lgan, taxlab tashlamoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'ladi aslida. Bo'ladi. Nega shunaqa ayta olmaganman, ayta olmayman deb keyin afsuslanib ham yurgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, menda shunaqa bo'lardi-da. Gap kelmaydi, uzr kesal gap kelmaydi shunaqa vaziyatlarda keyin bunaqa desam bo'lmaydi o'sha paytda keyin gap o'ylab haligi ancha vaqtgacha haligi gapirib tashlamoqchi bo'lgan gaplarni o'ylab shuni gapirmabman-da deb rosa javob topardim o'sha vaziyatda. U o'tib ketib bo'lgan menga anaqangi qo'pol muomala qilgan odam u qo'pol muomala qilganini ham esdan chiqarib yuborsa ham men hali javob topib yurgan bo'lardim-da. Nima deydi? Shunaqa demabman deb o'ylab yurardim. Endi o'ylab ko'ring, ichingizdagi shuncha musir bilan men yaxshiman deya olasizmi? Ichida aytishingiz, ichingizdagi shuncha musir turib, tashqaridagi holatlariga jim turishingiz yaxshilik belgisi bo'lmagan. Shuning uchun ham siz portlashingiz kerak bo'lgan. Siz o'sha yomonligingizni, yomon o'zingizni ko'rsatishingiz uchun kasal bo'lishingiz kerak bo'lgan. Kasal bo'lganda senlarni deb kasal bo'ldim, oxiri meni kasal qilib ezding deb bor g'urbatini chiqarib oladi ayollar. Yoki xiyonatga uchraganda shuncha yaxshiligimni bilmading nomard deb eriga gapirib oladi-yu. Ya'ni o'sha ichingizdagi musorlaringizni chiqara olmasdan yurganligingiz uchun ham loyiq bo'lgansiz shu vaziyatga. Agar o'sha paytda vaqtida shularni hal qilganingizda siz bu narsalarga loyiq bo'lmasdingiz. Loppa loyiq bo'lmasdingiz.